o'zingiz yoki farzandingiz biroz mazasi qochdi, birorta joyingiz og'riyapti. Mana shu holatda siz qo'lingizni shu og'rigan joyingizga tutib, bilmayman, qo'lingiz og'riyapti, masalan, qo'lingizga tutib turib, ya nafiy zikrini, o'sha Allohning ismini 200 martadan 300 martagacha aytadigan bo'lsangiz, bu sizga shifo bo'lar ekan. Chunki o'ng qo'limizda energiya o'tadi va ya nafiy zikri ismasi, shu Allohning ismi bizga davolovchi, shifolovchi zikr sifatida tavsiya etiladi. Demak, islom ta'limotiga ko'ra ya nafiy zikr bilan har qanday inson yoki o'zini yoki farzandini bemalol, oson va yengil shifolashi, davolashi mumkin ekan. Albatta bizga shifoni, davoni Alloh beradi, lekin siz va biz buni sababini qilishimiz kerak bo'ladi. Hammaga shifo bo'lsin. Go'zal, sog'liqli hayot tilayman, do'stlar.